Mana bugun biz Farg'ona mashina bozoridamiz. Bugungi sana 23-avgust 26-yil. Bugun biz Matizlarni obzor qilamiz. Mana bitta Matizimiz hozir to'liq ma'lumotlarni akamiz berib o'tadilar. Akalar assalomu alaykum. Xudo xolasa nasib ona ishlaring omad. Avto obzor o'zga like patishga bosib bersizlar. 2026-yil 23-avgust sanasiga xudo xolasa Farg'ona mashina bozoridamiz. Mana 2007-yilda ishlab chiqarilgan Matizimiz holatlari xudo xolasa ko'rsatib olasizlar. Balon motorlar holatlarini ko'rsating. Akalar yurish turishlari zo'r, generalni chiqadi, 4 ta yumshoq baloni bor. Chiqol polilari zo'r, xudo xolasa holatda temir metani bor. Shunga generalni qilib beramiz. Ash kanaldan chiqsa xudo xolasa mana bozorda 2800 2600 dan ozgina o'tib beramiz. Akalar mana shu bolani ham qo'llab-quvvatlab boramiz. Like, podpiska bosib qo'yishinglar sog' salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Telefon nomer qo'yib ketamiz. Bo'ldi, uka rahmat. 91 657 657 5200 5200. Bitta 2006-yil Matizimiz. Holatlari ideal holatda. Buni kraskalari qatlarida bor aka. 70% ichiga o'tmagan. Narxlari necha pul? Narxlari qancha yurgan? 154 ming. Ishlari yo'q aka. Nomeringiz necha aka? 95li 301 75 bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasizlar. Mana yana bitta Matizimiz. Yili necha dedingiz? 2012-yil aka. Yurganlari qancha aka? 450 ming. Qatlarida kraska bor aka. Bu taraf, o'ng tarafda. O'ng tarafda bor. Ichiga o'tmagan-a? Yo'q. Narxlarini necha pul qilib berasiz? 3000 dan tushiramiz. 3000 dan tushib berasiz. Nomerlaringiz necha aka? 90 90li 580 580 77 81. 77 81. Motorlari yaxshi, chiqimlari yo'q. Bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasizlar. Mana yana bitta Matizimiz. Yillari 2007-yil ekan. Yurganlari qancha? 220 ming. Kraskalari qanaqa? 30% bor, ichiga o'tmagan-a? Yo'q, oldi orqasi pechat. Oldi orqasi pechat. Metani benzinda yangi yuradi. Metan benzin gazda yurar ekan. Malovlari yangi ekan. Motorlari qanaqa aka? Ular bir tomchi yog' yemay hadavoylar qilib qo'yilgan. Hadavoylar hamma yo'llar qilib qo'yilgan ekan. Ham yangi. Necha pul qilib berasiz? Beramiz endi. Qancha? Sunnatiga 18 ga beramiz. 18 ga? Oldi aka. General chiqadi. Chiqadi. Kuyilga. Bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasiz. Nomerlaringiz necha aka? 93li 93li 438 438 44 10. 44 10. Oldi. Yana bitta Matizimiz, yili 2006-yil ekan. Yurganlari qancha? Yurgan nima qilavering? 817 ming yurgan ekan. Kraskalari qanaqa? Kraska tomdan pasi shunaqa kraska bo'lgan. Tomdan past bo'lgan. Motor, korobka, hadavoy, to'rtta balon zo'r. Motor hadavoy to'rtta balonlari yaxshi ekan. Chiqimlari yo'q-a? Yo'q, chiqimi yo'q. Mashina mingani tayyor. Mingani tayyor ekan. Akkumulyatorgacha yangi qo'yib qo'yilgan. Akkumulyatorlarigacha yangi ekan. Narxini necha pul qilib berasiz? Narxi ukali berib yuboriladigan narxini aytib Berib yuboriladi. $1550 berib yuboramiz. 1550 dollarga berib yuborishar ekan. Bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasizlar. Nomerlaringiz necha? 91li 91li 131 131 1550. 1550. Mana yana bitta Matizimiz, yili 2008 ekan. Yurganlari qancha aka? 347 ming. Kraskalari qanaqa? Toza. Yurgani qancha dedingiz aka? 347 ming. Motor hadavoy hamma yo'q yaxshimi? Ishi yo'q. Necha pul qilib berasiz endi buni aka? 3200. Necha pul qilib berasiz bo'ladigan? So'rashsa aytasiz. Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Dokumentlar keyin daverimiz chiqaveradi. Generalniy daverni chiqaverar ekan. Nomerlaringiz necha aka?
Nomer 50. 50 990 990 11 33. 11 33. Bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasizlar. Mana yana bitta obzorimizga Nexia 2 ni qo'shib ketamiz. Yillari nechi dedingiz aka? Yillari 2015-yil pasatkalar qilingan ekan. Kolonkalarni ham yaxshi kolonkalardan qo'yib qo'yilgan ekan. Poni shumka qilingan. Yurgani qancha aka? 195 ming. Kraskalari top-toza. Kapot tozda bor. Kapot tozda bor. Necha pul qilib berasiz endi buni? 4,5 mingdan tushib beramiz. 4,5 mingdan tushib berasiz. Ozgina tushib beramiz. Rasotlari yo'q, a? O'ta ideal darajada. Ideal darajada. Dokumentlar qanaqa qilib berasiz? Libo dokument ketaveradi. Libo dokument ketaverar ekan. Nomeringizni qoldirib qo'yaylik. 15 yangi balon. Nomeringizni bering. 91lik 91lik 664 664 932. 0932 bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasizlar. Balonlari ham yangi ekan. Mana yana bitta Nexia birimizni ham qo'shib ketamiz. Yili 2006-yil. Nima dedingiz? Lux konditsioner. Lux konditsioner. 2006. 200 ming yurgan. Kraskalari top-toza ekan. Balonlarni ham yangi qo'yib qo'yishibdi. Motorlari ishlari yo'q. Kraskalar toza. Kraskalari top-toza. Ketma ham yo'q. Petnosi ham yo'q ekan. Narxini necha pul qilib berasiz? 4 mingdan tushib beramiz. 4 mingdan tushib berasiz. Nomeringiz necha aka? 91lik 91lik 200 200 0666. 0666. Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Bu dokument bo'laveradi. Bu dokument bo'lar ekan, generalniy. Bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasizlar. Mana yana bitta obzorimizga Lacetti'ni qo'shib ketamiz. Yili 2009-yil ekan. Yurganlari qancha? 260 ming. 260 ming. Kraskalari qanaqa buni? Eshikda ustida. Ikkita eshigida bor ekan. Tekshirib olaverasizlar. Rullari ham boshqachalardan qo'yib qo'yilgan ekan. 4 ta balonlari yangi ekan. Motorlari qanaqa? Motorlari zo'r yog' yemaydi. Ishlashda. Yog' yemaydi, yaxshi holatda ekan. Necha pul berasiz buni? Buni 4300 dan tushib beramiz. 4300 dan tushib berishar ekan. Bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasizlar. Nomeringiz? 4300 dan. Nomeringiz 91lik 91lik 200 0666. 0666. Bunda ham generalni hamma chiqaveradi. Mana yana bitta o'zimiz temamizga qaytamiz. Matiz topdi. Yili 2015-yil. Kraskalari toza dedingiz. 65 tali metallari ham bor ekan. Bez konditsioner. Yurganlari qancha? 400 ming atrofida. 400 ming atrofida yurgan ekan. Tekshirib olaverasizlar. Rasotlari yo'q. Tillarni chalkashib ketdi. Motorlari ham yaxshi holatda. Yaltillab turibdi. Narxlarini necha pul qilib berasiz? 4 mingdan o'tib berasiz. Nomeringiz necha? 94lik 977 53 59. Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Generalni chiqadi. Mana yana bitta Matizimiz, yili 2010-yil ekan, Lux konditsioner. Best. Yurganlari qancha? 335 mingga. Halol. 335 ming halol yurgan ekan. Kraskalari qanaqa? Ag'da bor endi. Ag'da bor. Tekshirib olaverasizlar. Pechatli. Oldi orqa pechatli ekan. Motori qanaqa? Rasotlari yo'qmi? Hadovalari ham yaxshi ekan, balonlari ham yangi ekan. Narxlarini necha pul qilib berasiz aka? 2600 dan o'tib beramiz. 2600 dan o'tib berasiz. Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Bo'yna. Bo'ladi. Liboy bo'laveradi. Nomerlaringiz nechi? 91lik 91lik 666 666 6109. 6109 bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasiz. Mana yana bitta Matizimiz, yili 2014-yil. Yurganlari qancha aka? 360 ming. Kraskalari qanaqa aka? Ikkita joyda kraskalari bor, tekshirib olaverasizlar. Motor hadovoy. Hamma yo'llar yaxshi holatda ekan. Necha pul qilib berasiz? 3 dan tushib berasiz. Dokumentlar qanaqa bo'ladi aka? Generalni qilib berishar ekan. Nomerlaringiz? Metan konditsioner hamma yo'lari. Metan konditsioner hamma yo'llari bor ekan. Nomerlaringiz necha aka? 91lik 91lik 110 110 0074.
0074 bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasizlar. Ana akalar yana bitta Matiz topdik. Yil 2015-yil yurgani qancha? Yurgani qancha aka? 180 ming yurgan. Kanserlari bor ekan. Kraskasi qayerda bor o'zi? Oldi qanotda bor ekan. Tekshirib olaverasizlar. Holatlari ideal. Paketlarigacha turibdi. Yurgani qancha dedingiz aka? 180 ming yurgan. 180 ming yurgan. Necha pul qilib berasiz? Bo'lishi 36 bo'ladi. Bo'lishi 36 ming bo'lar ekan. Motor hadovoy ishlari yo'q. Yo'q, umuman ishlaydi. Umuman ishlari yo'q ekan. Olasizlar, minasizlar. Nomeringiz necha aka? 90 277 53 30 aka. Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Hamma dokument qilib berishaverar ekan. Bemalol aloqaga chiqib barakasini qilaverasizlar. Bo'ldi.